Buxoroda bugungi kunda tomorqaga yondashuv xonadon sharoitidagi dehqonchilikka munosabat ijobiy tomonga tubdan o'zgargan. Chunki yerdan foydalanishdagi qadimiy andozalar yildan yilga yurtimizga kirib kelayotgan zamonaviy tajribalarga uyg'unlashtirilib, salmoqli natijalarga erishilmoqda. Bu borada ayniqsa davlat tomonidan berilayotgan iqtisodiy ko'mak tomorqa egalarini qo'llab-quvvatlashning samaradorligi katta bo'lyapti. Keling, mavzuga aniq misollar asosida yondashaylik. O'tgan 2023-yil davomida viloyatda suv ta'minoti og'ir bo'lgan hududlarda davlatimiz tomonidan subsidiya mablag'lari orqali 162 ta artezan quduqning ishga tushirilishi joylarda ob-hayot muammosini bartaraf etib, oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirishda yuqori samaradorlikni ta'minladi. Masalan, Shofirkon tumanidagi eng chekka sanalgan Iskagare mahallasi aholisi shaxsiy ekin yerlarini sug'orishda uzoq vaqtdan buyon qiynalib kelayotgan edi. O'tgan yili bu yerda suv masalasini ijobiy yechim topishi hududda tomorqa xo'jaligini rivojlantirishga xizmat qilyapti. Mahalla faollaridan birining ta'kidlab o'tishicha, men o'zim mana shu qishloqda tug'ilganman. Hozir yoshim ancha joyga borib qoldi. Mana shu yerdagi hayotni qanchalik qiyinchilik, suvga bo'lgan talabini bajarish uchun juda katta qiyinchiliklar bo'lganini o'zim guvohiman. Qishloqlarni suv bilan ta'minlash bo'yicha subsidiya asosida talabini bajarish bo'yicha qarorlariga asosan mana shu yerda qishlog'imizni suv bilan ta'minlash bo'yicha artezan quduqlar qurib berildi. Bu uchun davlatimizdan cheksiz minnatdormiz. Qishlog'imiz ahli nomidan rahmatnoma aytaman. Mana hozir shular qurilgandan keyin qishlog'imizda tomorqa xo'jaliklaridan foydalanish ancha-muncha yo'lga qo'yildi. Suv bor joyda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talab, xalqning talabi bajariladi. O'zlariga arzon bo'ladi. Bozorlardan mana shu mahsulotlar sotib olinmagandan keyin xalqning yashash tarzi yanada yaxshilanadi. Xuddi shunday tumandagi Denov mahallasi, Denov qishlog'ida ham yer maydonlariga suv chiqarish uchun artezan quduqlari qurish ishlarini davlat tomonidan subsidiya asosida moliyalashtirilishi aholiga qulaylik bo'ldi. Keyingi yillarda butun dunyoda global muammo sifatida yuzaga kelayotgan suv tanqisligini oldini olish bilan bog'liq Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 30-iyulda qabul qilingan qarori bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Bir vaqtda mana shu qishlog'imiz suvdan qiynalib kelgan edi. Mana qurilgan yaxshi artezan quduqlari shu mahallamizning obodonchiligiga kirdi. Qilingan ishlari mana latoklar qurildi xalqimiz tufayli. Qurilgan suvimiz ancha qishloq aholisining ishini yengillashtirdi. Bir mahal, ikki mahal emas, 3 mahal hosil olyapti. Hosildorchiligi yaxshi. Xalqimiz mamnun. Shofirkonda suv muammolari ijobiy yechim topishi ortidan yilning 4 fasli davomida ham oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish imkoniyati vujudga keldi. Mana misol sifatida hozirgi qahraton qish bo'lishiga qaramay tumandagi Mahalla Qozi mahallasiga qarashli Mahalla Qozi qishlog'ida yashovchi To'ymurod Rahmonovning issiqxonasida bahor nafasi esmoqda. Intilganga hamisha tole yor bo'lgan. Yugurgan esa hech qachon quruq qolmagan. Shu ma'noda aytganda Rahmonovlar oilasi vakillari o'z mehnati orqali ayni qish pallasida bozorlar arzonligini ta'minlashga munosib hissa qo'shmoqdalar. Bunda oila sardori To'ymurod Rahmonov doimiy izlanishda. Ana 6 yildirki farzandlarim bilan birgalikda parniklarni, issiqxonalarni rivojlantirib kelyapmiz. Oldingi yil pomidorida, keyin bodring, bu yil bolg'or qalampiri. Xudodan aylanlar ishi yaxshi, mana mehnat qilsa bo'ladi hammasi. O'g'illarni uylantiramiz, uy solamiz, ishimiz ana shu issiqxona bilan birgalikda. Ana ko'chaga qahraton qish, ana 17-18 gradus bo'ylarida ushlab o'tiramiz. Ana shuni Xudoga shukr, ana farzandlarim, kelinim, ayollarimiz bilan birgalikda bozorlarni to'ldirish, bizning fikrimiz bozorlarni to'ldirish. Ana albatta issiqxonani rivojlantirishni ham qiyin tomonlari ham bor. Ana kechqurun ana 2-3 ming ana sherga kelib o'tiramiz. Sovuq bo'lsa isitamiz. Ana shu qiyin tomonlari ham bor. Lekin ana keyinchalik sotgandan keyin yaxshi tomonlari ham bor, Xudoga shukr. G'ijduvon tumanida ham o'tgan yili mavjud 10 dan ortiq qishloqlar aholisiga imtiyoz asosida artezan quduqlari barpo etib berildi. Bundan tumandagi Cho'g'alon mahallasi Tilavla qishlog'i aholisi ham bahramand bo'ldi. Shu orqali mahallada tomorqadan olinayotgan mahsulotlarning sifati va salmog'i oshirildi.
Mana oddiygina misol. Shu hududda istiqomat qiluvchi Dilbar opa Sharopova shaxsiy tomorqasidagi ixcham issiqxonasini haqiqiy daromad manbaiga aylantirgan. U farzandlari ko'magida bodringni serhosil navidan ekib, yaxshigina natijaga erishmoqda. Tabir joiz bo'lsa, xonadonda ham bandlik, ham to'kinlik bardavom bo'lyapti. Tomorqam xazinam deydi qahramonimiz biz bilan suhbat chog'ida. Oktyabr oylariga shu issiqxonamizga nihol ko'chatini qurgan edik. Ana Allohga shukr, noyabr oyidan boshlab terimni boshladi. Yangi yil dasturxonlariga arzon narxda yetishtirib beramiz. Hozirgacha mana issiqxonamiz yaxshi, hosildorligimiz ham yaxshi. Issiqxonamizni o'zi shunday bo'lmaydi. Mana ko'mir bilan isitib, kechalari o'g'lim ishchilar tinmay alov yoqib, buni isitib yordam beryapti bizga shu hosil yetishtirish uchun. Hozirgacha 50 milliondan oshiq daromad qildik. Yana Xudo bersa agar bundan ham ziyodasiga erishishimiz mumkin. Shunga qarab harakat qilib, kecha-yu kunduz tinmay mehnat qilib o'tiribmiz. U yoki bu sohadagi siljish, ildam suratlardagi rivojlanishning bir jihati davlat ko'magiga mustahkam bog'liq. Jondor tumanidagi Oqshiq mahallasi, Oqshiq qishlog'ida ham xonadon egalari ko'pdan buyon suvdan qiynalib kelayotgan edi. Mana o'tgan 2023-yilda bu yerda aholini suvga bo'lgan ehtiyoji qondirildi. Albatta, shu orqali odamlar roziligiga erishildi. Suv bor joyda ekinlar rivoji, hosildorligi yuqori bo'ladi. Mavzuni Jondor tumani misolda davom ettiradigan bo'lsak, Ko'liyon qishlog'ida keksa otaxon Abdurasul bobo To'rayev o'z tomorqasidagi ixcham issiqxonasida sitrus mevalarini parvarishlab, fayzu barakaga erishmoqda. Ayniqsa u kishi Buxoro vohasining kuchsiz sho'rlangan tuproqlari sharoitida limon yetishtirish hadisini olgan desak mubolag'a emas. Tomorqamdan 3,5 sotixga limon qurdim. Bu limonlarimiz hozir 14 yoshga kirdi. 3 yoshlardan hosil bera boshladi. Bulardan qiladigan foydalar shu ro'zg'orimizga, bola chaqani uylantirishga, mashinalarga sarflanadi. Har ertalab tong otgandan hayolim shu limonzorga. Oilam bilan kiramiz, 2 kishi bir aylanamiz. Bu ham shu odamni sog'lom qiladi, shu yoshingizga yosh qo'shaveradi bu. Zamonaviy dehqonchilik, yangicha yondashuv va uning samaralari. Tumandagi Alel mahallasi Alelcha qishlog'ida istiqomat qiluvchi yosh tadbirkor Doston Hotamov gidroponika usulida qulupnay yetishtirib, dehqonchilikda tengdoshlari orasida o'zining nimalarga qodir ekanligini ko'rsatib kelmoqda. Albatta, zamonaviy dehqonchilikning biz bilgan va bilmagan tomonlari bor. Doston Hotamov shularni puxta o'zlashtirib, muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Odam yaxshi niyatda intilsa, harakatda bo'lsa, doim yaxshi natijaga erishadi. Mana men bir necha yil davomida parrandachilik bilan shug'ullandim. Natijasi Xudoga behisob shukr yomon bo'lmadi. Hozirda intilib yanada Toshkent viloyatidan yaqin do'stlarimizdan, akalarimizdan o'rganib, gidroponika usulida qulupnay yetishtirishni yo'lga qo'ydik. Xudo xohlasa keyingi bir 10 kun, 15 kunlarda terishni boshlaymiz. Hozirda qulupnaylarimiz mana gullash fazasiga o'tgan. Yaqin orada bozorga chiqarishni boshlaymiz. O'zimiz mehnatlarimizni natijasini ko'rib, kundan kunga xursandmiz. Barchamiz oila a'zolarimiz bilan birgalikda ota-onamiz duolari ostida boshlagan ishlarimiz natijasini beryapti. Ko'chatlarni yetishtirib, bahordan Xudo xohlasa ko'chatni bilan ham shug'ullanmoqchiman. O'zimizdan bemalol ko'chatlarni chiqarib, shu o'zimizning hududda, o'zimizning qishlog'imizda qulupnayni ko'paytirib, bozorlarimizda narxlarni arzonlashtirish maqsadida ko'paytirmoqchi biz. Qishloq xo'jaligi sohasining bo'lajak mutaxassislarini kasbiy faoliyatga har tomonlama yuqori saviyada tayyorlash, nazariyada olingan bilimlarni amaliyot darslari jarayonida yanada mustahkamlashning ahamiyati beqiyos. Shu ma'noda olib qaraydigan bo'lsak, Buxoro davlat universiteti agronomiya va biotexnologiya fakultetining agrobiznes yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun amaliyotni peshku limonchilik maktabida yo'lga qo'yilishi oliy ta'lim darslarida yanada samaradorlikni ta'minlamoqda. Chunki maktab rahbari tomonidan limonchilik yo'nalishida talabalarga maslahat, ko'rsatma va tavsiyalar berilishi yoshlarning bu borada amaliy ko'nikmalar hosil qilishi uchun qulay imkoniyat bo'ldi. Bu talabalarimiz biza 3 oy, salkam 4 oy mobaynida nazariyada butun limon yetishtirish, biznesni boshqarish, o'tkazish, kesish, shakl berish va boshqa meva uzum
mahsulotlarni ishlab chiqarish va undan ser daromad olish yo'nalishlarini, qatorlarga ekish, qatorlardan qo'shimcha daromad olish nazariyalarini to'liq aytib eshitamiz. Mana bugun bir hafta mobaynida barcha demak shundoq joylarga borib tadbirkorlarni oldiga olib borib talabalarni yo'naltiryapmiz. Limon ko'chatlari, sitrus ko'chatlarini ekib Buxoro viloyati sharoitida o'stirish va undan yuqori hosil olish tadbirlari. Nima ishlarni, qanaqa tadbirlarni bajarsak yuqori hosil olamiz va yuqori daromad olamiz. Uni qanday tartibda sotamiz? Shu jabhada talabalarimiz tahsil olishyapti. Oddiygina shu yerda 25 sotiq issiqxonaning ichida o'tiribmiz. O'tkazilgan limonlarning demak nazariyada aytib o'tgan bilimlarimizni amaliyotda ko'zlari bilan ko'rib, kasalliklarni, zarar kunandalarni, kesish va shakl berish jarayonlarini, payvandlash, qalamchadan ko'paytirish, payvand qachon qilinadi, qalamchani qachon olinadi va qachon o'tkaziladi. Shu tadbirlarni nazariyada o'rgangan bo'lsalar, bugun mana hozir amaliyotda o'rganib ko'zlari bilan ko'ryaptilar. Buxoro davlat universiteti 3-kurs talabasi agrobiznes va investitsion faoliyat yo'nalishida tahsil olaman. Bizda limonariya va mandarin, apelsin va boshqa sitrus mevalarni yetishtirish bo'yicha nazariy ta'limlar berishdi. Endi esa biz bu nazariy ta'limlarni Peshku tumanidagi limonchilik maktabida amaliy o'rganmoqda biza. Va biz bu yerda amaliy, ya'ni qanday ekilishi, niholchilik, bu yer sotilishi, jahon bozoriga chiqarish, eksport, import va barcha turdagi yo'nalishlarni to'liq o'rganyapmiz. Bu borada bizga Peshku tumanidagi limonchilik maktabi to'liq tahsil bermoqda. Men Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida yashayman va u yerda bizning limonchilik issiqxonamiz mavjud. Lekin issiqxonada bo'ladigan kamchiliklarga nazariy javob topish uchun shu yerga keldim va ham nazariy ham amaliy javob topdim. Albatta bugungi biznes sayohat yoshlarimizni mana shu faoliyatlarni boshlash uchun va tadbirkorlikka ilk qadamlarni qo'yishlari uchun katta bir qadam desak yanglishmagan bo'laman. Mana shunday Peshku tumanida biz kelganimizda mana shu Abu Ali ibn Sino bobomizni mana shu yerda tug'ilib o'sganliklari va bu yerda mana shu tadbirkorimizni mana shunday chiroyli bir jannat makon yurtda, ya'ni Buxoroni farzandi bo'lib mana shunday tadbirkorlik faoliyatlarini boshlaganlari talaba yoshlar uchun bir unutilmas kun bo'ldi. Albatta bu biznes sayohatlar yirik tadbirkorlarning faoliyatlarida, korxona va tashkilotlarda biz har doim biznes sayohatlarini va o'quv seminarlarini olib boryapmiz. Albatta bu tadbirkorlikka qiziquvchi yoshlarimiz uchun hayotda o'z yo'llarini topishga xizmat qiladi. Ko'proq savol-javob tarzida olib borilayotgan amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Bunda serhosil limon navlari haqida, yer tanlash, mineral o'g'itlar turlari va boshqa yana bir qator muhim jihatlarga to'xtalib o'tilyapti. Bu talabalar shunaqangi bir ko'tarinki ruh bilan biz bilan suhbatlar qilib, shunaqangi savol-javoblar bo'ldiki, to'g'risini aytish kerak, bunchalik men talabalarni mehnatga, bunaqangi qishloq xo'jaligiga, ayniqsa bu limonchilik sohasiga qiziqishini bunchalik deb kutmagan edim. Bu limonlarimizni o'sha yetilish davri, limonni ko'chatini tayyorlash yo'nalishlarini haqida, bundan tashqari limonchilikni ko'chatini tayyorlash yo'llari, ekish usullari va ularga tushadigan kasalliklar, agrotexnik tadbirlar hududida o'tkaziladigan boshqa sohalarda o'tkaziladigan tajribalarimiz, o'sha ish faoliyatlarimiz haqida davra suhbatimizda bizga qoladigan taassurotlar shundan iboratki, kelgan o'quvchilarimizning, o'sha talabalarimizning asosiy qismi asosan Farg'ona vodiysidan, Surxondaryo viloyatidan, Samarqand va Xorazmdan ekan, ular uylariga borib albatta bunaqa issiqxonalar qilmoqchiligini, issiqxonasi mavjudlari ham bor ekan, ular esa issiqxonalariga bizdan shu Toshkent navli limon ko'chatlarini olib, ko'paytirib shu sohaga o'zlarini nima deydi bir mehnatlarini jalb qilmoqchiliklarini aytib o'tishdi. Shu bilan birgalikda biz aytib o'tishimiz mumkinki, mana bugungi kunda mana hozir biz limonchilik maktabimizda limonni Toshkent navini yetishtirib, hozirgi kunda respublikamizni mana Qoraqalpog'istonda, Xorazmda, Samarqandda, Vodiyda juda katta miqyosda gektarlarga ekib tashladik. Hozirgacha ekib ko'paytirib kelmoqdamiz. Hozir hisoblaydigan bo'lsak, bizni ko'chatxonamizdan kamida mana shu keyingi 8 yilda 42 gektar yerga limon ko'chatlari ekilgan. Bu bilan biz nima demoqchimiz? Mana shu o'zimizga O'zbekistonga kirib kelayotgan chetdan
sitrus mevalarini, ayniqsa shu limonni mevalarini va kislotalarini oldini olib, buni to'liq o'zimiz ishlab chiqarib, kelajakda xudo xolasa biz qo'shni davlatlarga o'zimizda yetishtirilgan limon mahsulotlarini eksportini yanada kuchaytirmoqchimiz. Xulosa o'rnidagi mulohazalar. Ayni chog'da yurtimizda tomorqadan foydalanish madaniyati oshirilganligi ko'z o'ngimizdagi ayni haqiqat. Aholi bugun davlatimizning yaqindan turib ko'rsatayotgan iqtisodiy ko'magi yordamida yerni qadrlab, e'zozlab, undan mo'l va sifatli hosil yetishtirish barobarida o'zini o'nglab, qaddini rostlab olmoqda. Shu orqali esa bozorlarimiz qishin-yozin servitamin nozik ne'matlarga to'kin bo'lyapti. Bu esa xalqimiz farovonligini oshirishga ham xizmat qilayotganligi bilan yanada ahamiyatlidir.